Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Hormang endi kuyov bola, qani qancha pul topasiz? Jiyanim katta yeb ichib o'rgangan. Boqib olishga kuchingiz yetadimi? Qodir akasining qiziga uylangan yangi kuyovga kibr bilan qattiq tikildi. Azzaning uyatdan boshi egildi. Sekin eriga qaradi. Sobir akasi terlab ketibdi. Hozircha ikkalamiz ham talabamiz. Nasib qilsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Odob bilan javob berdi kuyov. Ungacha singlim qanday yashaydi? Amaki kuyovingiz ham. Men ham darsdan keyin o'quv kursida ishlamoqchimiz, dedi vaziyatdan chiqishga harakat qilib Aziza. Erining fe'li o'ziga ayon. Mana rangi o'cha boshladi. Amakisi qachondan beri mehribon bo'lib qoldi. Odamlarni oyog'ini uchida ko'rsatadi. Bir umr shunday qolaman deb o'ylasa kerak. Aziza qovog'i osilib ketgan eriga qarab ichidan zil ketdi. Bugun ota-onasini ko'rgani kelgandi. Adasi yo'q ekan. Onasi ovqatning harakatida yugurib yuribdi. Amakisining chiqib olishini tush ko'ribdimi? Akam ham kuyovlarni rosa tanlab berdi-da. Katta kuyov ham og'zidagi oshini oldirgan anqov. Yana u kishini izzat ikrom qilishimiz kerak. Amakisining zahar tillaridan yog'layotgan o'g'illar yangi kuyovning butun tanasiga yoyilib ulgurgandi. Shu 1-2 oydayoq izzattalab turmush o'rtog'ining fe'liga tushunib qolgan. Azzaning tanasiga titroq yugurdi. Hali uyga borsam eshitadiganimni eshitaman. Qodir hali gapini tugatmoqchi emasga o'xshaydi. O'zi bizga shunaqa kuyovlar uchragan. Mana pochchamni olaylik. Uyimda ishlang, otlarimga qarang desam qaramaydi. Lekin yeb ketarga pul bersam olaveradi. Aziza ichida o'zini yeb bitirdi. Nimaga pochchasi qaynisining ishini qilib berishi kerak? Siz kimsizki, odamlarga ish buyurasiz? Aslida jo'ja birday jon opangizdan xabar olish burchingiz emasmi? Degisi keldi-yu, tiliga chiqarmadi. Erta-yu kech ochiq turadigan keng yo'lakka adasining mashinasi kirib keldi. Undan salobatli, qarashlari o'ktam, ziyoli noma kiyimlar yarashgan otasi kirib keldi. Ukasi Qodir bilan ikki qo'llab ko'rishdi. Mening azizam tashrif buyuribdi. Ona qizim kelibdi. Mahmud aka iymanib o'rnidan turgan kuyovning avval qo'llarini siqdi. Keyin otalarcha quchoqlab qo'ydi. Qizining yelkasidan silab peshonasidan o'pdi. Onasi nimaga dasturxoningning mazasi yo'q? Xo'sh, nima yeysizlar? Nima olib kelay? Sobirjon yaxshimisiz o'g'lim? Qudalarimiz yaxshimi? Otasi kelib davraga fayz kirdi. Azza keyinchalik amakisi bor davralarga yaqinlashishdan qochadigan bo'ldi. Ayniqsa turmush o'rtog'ini izza qilmaslik uchun. Yillar o'tdi. Bu yosh oila oyoqqa turdi. To'kin hayot, baxtiyorlik Azzaning chehrasida barq urardi. Amakisining hayoti yaxshi emasligini bilar. Avvalgi boyligidan asar ham qolmagan. Ayoli, farzandlarining zo'g'imi ostida yashardi. Bugun ham turmush o'rtog'i bilan uyga keldi. Otasining qistovi bilan amakisini ko'rgani chiqdilar. To'shakda holsiz yotgan cholni ko'rib Azza shoshib qoldi. Shumi yurganda yer titraydigan amakisi. Odamzodning holi shu ekanda. U hol ahvol so'rashgan bo'ldi. Turmush o'rtog'i ham. Fotiha o'qilib turay deyotganlarda Sobir birdan so'z qotdi. Amaki, xabaringiz bormi, yo'qmi? Xususiy klinikamiz bor. Sizni olib ketamiz. O'zim davolayman dedi. Ey odamzod, ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Hamisha sog'lom bo'laman, doimo kuchli bo'laman deb o'ylaydi. Kibr, manmanlik, zulm bilan o'zini halokat yoqasiga olib boradi. Hayotda bo'lib o'tgan ushbu real voqea ehtimol kimlargadir ibrat bo'lar. Har birimizning hayotda amma xola, tog'a yoki amaki timsolimiz ham bor. Xola ona, amaki ota o'rnida bo'ladi deyishganidek, belgilab qo'yilgan o'rnimizni yo'qotmaylik.